donolarimiz aytadi. O'tgan ishga salovat. Ammo ba'zi voqealar borki, ularni eslash ayb emas, tushunmaslik xatodir. 2025-yilning aprel oyida alanga olib, shu yilning noyabr oyi oxirlarida cho'g'i so'ngan, shu vaqt ichida ayrim ma'naviy va madaniy kamchiliklarimizni hamda ba'zi soha vakillarining asl yuzlarini ochib bergan, kimlardir chindan ham haqiqat qaror topishi uchun, yana ba'zi kimsalar esa fursatdan foydalanib obunachilar sonini ko'paytirish uchun yelib yugurgan muammo Farg'ona viloyati Furqat tumanining 29-maktab direktori Gulira'no Qosimova bilan sodir bo'lgan hamda ko'pchilikning muhokamalariga sabab bo'lgan holat yuzasidan xolisona fikr mulohazalarimizni bildirmoqchimiz. Jamoamiz bilan bo'lib o'tgan hodisalarni diqqat va ziyraklik bilan kuzatar ekanmiz. Ko'pchilikning Gulira'no Qosimova tarafida bo'lganini, yana ba'zi kimsalar esa unga nisbatan salbiy fikrlar bildirganiga guvoh bo'ldik. Bo'lgan ish bo'lib o'tdi. Kimlardir qamaldi, yana kimlardir o'z lavozimidan chetlashtirildi. Xalqimiz ikkiga bo'lindi. Bir tomon oq, boshqa tomon qoraga chiqarildi. Hatto Gulira'no Qosimova tarafdorlari Dayusga ham tenglashtirildi. Mana shu voqeada kim O'zbekiston hukumatiga muammoni ko'tarib olib chiqib shu aybdor qilayotgan bo'lsa, o'sha yalang'och qo'lga tushgan odamning tarafini olayotgan bo'lsa, Dayuslikdan nasibasi bor. Men buni yoqlamayman, lekin bir odam Dayus bo'lsa, mana shu voqeada, mana shu hodisada yaxshilab ajratib olinglar. Dayuslar shunaqa bo'ladi. O'ziku insonlarni Dayusga chiqarish ham oson ish bo'lib qoldi. Haqqingizni talab qilsangiz, Dayusiz. Bir o'zbek ayolining yarim yalang'och videolarini el yurtga to'yu tomosha qilinishiga qarshi chiqsangiz ham Dayusiz. Ha mayli, Parvardigor har kimning insofini o'ziga bersin. Biz bu yerda bir tomonni qordek oppoq, paxtadek yumshoq demoqchi emasmiz. Bizni iztiroblanishga majbur qilgan muammo bu milliy, ma'naviy va diniy tamoyillarimizdir. G'ururi tog'lardan baland, iffatining bahosi yo'q, ibo hayoda tillarda doston bo'lgan ayollarimiz bugunga kelib 7 yot begona erkaklardan qarz so'raydigan holatga kelsa, millatning qo'riqchisi, davlatimizning tayanchi bo'lgan yigitlarimiz esa ana shu ayollarimizni yalang'och qilib videolar ishlashsa. Eng achinarlisi bunday holatlar el u yurtga o'rnak bo'lish kerak bo'lgan soha vakillari tomonidan sodir etilsa, dardingni kimga aytishni bilmaysan kishi. 4 ta erkak o'sha Sohib, Yusuf, Tohir, ular meni urib, Sohib ichimga tizzasi bilan tepdi, yani qornimga, oshqozon qismimga tepdi. Men где-то 15-20 sekund nafas ololmay qoldim. Endi ayol kishiman men, kuchim yetmadi haqiqatan. Keyin o'sha muddatda ichida Yusuf, Tohir, Sohiblar yechintirib tashladi kiyimimni. Bunday xunrezliklar ochiqchasiga sodir etilayotgan jamiyatimiz ichida unib o'sayotgan yoshlarimizning kelajagi, ularning milliy va ma'naviy qarashlari qay holga keladi? Axir bunday holatlarga beparvo munosabatda bo'lishlik millatimizning, yurtimizning kelajagi va mustaqilligi uchun kurashgan, hatto shu yo'lda jonlarini fido qilgan ota-bobolarimizning, jadidlarimizning uzoq yillik mehnatlari va mana shu yurtga bildirgan ishonchlariga xiyonat emasmi? Bu muammolarning yechimi na sharqga va na aslida chiqib bo'lmas botqoqga botgan g'arbga taqlid qilishda emas, balki har qanday shaxs o'zining aslida kim ekanligini, o'z davrida dunyoni har qanday sohada lol qoldirgan olim va mutafakkirlarning avlodi ekanligini unutmasligi, katta bo'lsin, kichik bo'lsin, har qaysi lavozimdagi shaxs mana shu el, mana shu yurt uchun xizmatchi xodimligini anglab yetishidadir. Ey aziz vatandoshim, unutmang, o'zgani o'nglash avvalo o'zingizdan boshlanadi.